Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Diqqatingizda maqola Muhitmi bir xil maktab. Avtori Abduqodir Jaloliddin. Muhitmi bir xil maktab. Bir millatning jismoniy safosi uning tabiiy jo'grafiyalik muhit bilan bevosita munosabatlik. Sağlam tende sap aql nuqtai nazari bo'yicha qaraganda tabiiy muhitning ruhiy sifatda tutgan o'rnini boshqa omillar bilan selishtirg'ili bo'lmasi kerak. Millatning tili, ibtidoiy dini, urf odati, mijozi, tafakkur odati, tarixiy roli, ijtimoiy taqdiri qatorliqlar shu millat yashayotgan muhitdan ayrilmaydi. Har qanday so'z muayyan muzikalik xususiyatga ega. Bu xususiyat dal shu so'zni ixtiro qilgan millatning tabiiy muhitidan kelgan. U o'z muhitidagi ma'lum bir shay bilan uchrashganda o'zida aslida bor bo'lgan bevosita sezimi bilan ilg'i qiladi. Ko'rish, anglash qatorliq sezimlar shay bilan bo'lgan orliqi va munosabat shakli, ya'ni makon, zamon aloqasiga munosib holda inkas qaytirdi-da, u muayyan belga yoki tovush qurilmasi sifatida astin o'rin oladi. Bir so'zning qandoq talaffuz qilinishi uning keyingi fonetikalik o'zgarishlardan mustasno holda aytganda shu so'z ifoda qilgan shay bilan tuyg'uluq va idrokiy munosabatni yiroq ham tunji orqa ko'rinish qilgan bo'ladi. Buni ba'zi faylasuflar taqlid atalg'usi bilan tushundiradi. Umuman bir millatning lug'at boyligi o'zi yashayotgan tabiiy muhitning eng samimiy simfoniyasi. Taraqqiyot nuqtasini aytganda, u shu millatning murakkab tarixiy taqdirini egallashning ochquchi. Xalqimiz fasllarning olmishi va vaqt burjlari intayin ro'shan bo'lgan. Suyi mo'l, havosi sap, issiq sovuq iqlimlar garmonik giralashgan. Chorvachilik, dehqonchilik, bog'vanchilik, konchilik kasblarining ehtiyoji va bir tutash ravojiga yetarlik sharoit baxsh etadigan. Quyoshni yalang'och maydasi bilan quchoqlashni yaxshi ko'radigan. Osmoni kengri, munbat qurg'oq tuproqda yashab kelgashga faxrlanishga tegishlik go'zal, mustahkam vujud bilan ajoyib, yorqin tarixiy qissani yaratgan. Tilimizning leksikalik taraqqiyotidagi ko'p manbalishishi, inchiki ma'no farqiga ega ma'nidosh so'zlarga boy bo'lishi xalqimizning turg'un, bekinma xarakterida emas, balki yurish xarakterida tuyoqlaridan o't chachrab turadigan jang etidak yashab kelganligining bir bishorati. Onun ustiga bizning tilimiz fe'lga intayin boy. Fe'l shay'ining ishki tashqi aniq mavhum harakatlarini inchiki kuzatishdan kelgan ruh hodisasining mahsuloti. Insonning ma'naviy yoqtiki zilliqi qanchaga uyg'onsa, u ishki tajribalariga shunchaki boy bo'ladi. Ishki tajribalarga boy bo'lgan inson dunyoning boshqalar bayqamagan taraflarini tunji bo'lib aytib bera oladi. Xalqimiz meva sharbatlarga, go'sht maylarga, madanlik tog' suvlari, tuproq elementlarini o'ziga yiqqan yomg'ir suvlari, parvoz xumar qushlar, topini o'rlab turadigan jonliqlarga boy qurg'oq tuproqda yashab, o'ziga xos shosh ma'naviy iqlim barpo qilgan. Tilimizdagi fe'llarning inchikiligi va dalilligi ana shu ma'naviy iqlimning hayotiy kuchini ko'rsatadigan muhim omillarning biridir. She'riyatimizga qaraydigan bo'lsak, ishqiy harakatlar, bo'libmi qiz ayollarning mijoz xulqiga oid fe'llarning bir qarsa o'xshab ketadigan, lekin nozik farqni o'z ichiga olganligini talaylab uchirtimiz. Bumu qurg'oq iqlimning subyektda ifodalangan bir alohidaligi.
Demek muhit til özgüçilikке sebep boladigan gavdilik amil bo'lish sifati bilan o'zida yashayotgan millat ma'naviyatining eng dastlabki va eng oxirgi orqa ko'rinishidir. Milliy madaniyatni naqshi desak, uning muzikasi tildagi ma'na qurilmasidir. Teksti tabiatdir. Uni millat o'zi ijod qilib o'rindaydi. Biz odatda tilni millatning hayotiy kuchidagi asosiy iqin deb tanıymiz. Shundaq ekan, ana shu tilga kepil bo'lgan tabiatmu o'xshashla millatning hayotiy kuchidagi muhim narsa. Muhit albatta tabiatni ko'rsatmaydi. U jamiyatdagi iqtisodiy, axloqiy, qonuniy munosabatlarni, kishilarning ma'naviy saposi, kiyim-kechki, bog'chalar, muzeylar, binolar, ko'chalardagi xotira haykallari, shuarlar, lozunkalar, kino, televiziya, matbuot qatorliq nurg'un sohalarni o'z ichiga oladi. Bular aslidagi ijtimoiy subyekt holatning mahsuloti bo'lib qolmasdan, yana o'z navbatida avlodlar ruhiy qatlamini loyihalaydigan maktabdir. Maktab madaniyat ta'lim-tarbiyasining ma'naviy ko'rinishiga vakillik qilsa, muhit ana shu ma'naviy ko'rinishning moddiy mazmunini ko'rsatadi. Ro'shanki, tegishlik muhitdan ayrilib qolgan maktab tarbiyasi o'zining pakt xarakterlik qoyil qilish kuchini yo'qotadi. Avlodlarni tarbiyalash kelgusini qo'lga keltirish uchundir. Bu nuqtadan qaraganda bir millatning uzoq tarixiy an'anasi, madaniyat taraqqiyoti, orzu xohishlarining mazmun dalili bo'lgan xos muhitning barbod bo'lishi shu millat tarixining palaj bo'lganligidan bishorat berdi. Iskandar Zulqarnaynning generali Torim shundoq degan ekan: madaniyat yodikorliklari buzg'unchilikqa uchragan joyda kishilarning o'z vatani, xalqi va tarixiga nisbatan qizg'in muhabbati qolmaydi. Shundaqla armiya jangchilardimi boturlik va o'z-o'zini qurbon qilishdek milliy ruh o'ladi. O'zlarining sholliq tarixini esidan chiqarib qo'yganda puhralar ustiveshi jul-jul och yalang'ochlikda qolgan sargardonlarga aylanadi. Bundaq kishilarda qo'rsoq to'yg'izishdan boshqa istak bo'lmaydi. Birinchi, sharq allari o'zlarining cho'qinadigan biror ma'budi bo'lmasa, ko'ngli qanoat topmay kelgan. Shunga to'limu odamiylikka ega sharq tarixidan ilohlarning turli avrashkalarini topqala bo'ladi. Sharq allari o'zida bo'lmagan qudrat, iqtidorlarni, o'ziga hozirda nisb bo'lmagan orzu armonlarini, savalliklari tufaylidan kelib chiqqan ko'ngil g'ashtiki, hasrat nadomatlarini, vahima azoblarini birla ilohning vujudiga to'liq mujassam qilib, o'zlarini fani dunyoning azoblaridan xoli qilishganda taqdirning har na kelmishlaridan ancha ansirimay yashavergan. Ularcha o'zida hal bo'lmagan har qanday narsa ashu tangdoshsiz qudrat egisida bor. Bu qudrat egisining ishiga aralashqila bo'lmaydi. Shuning bilan mo'l hayotiy kuch, tasavvur va go'zallik unumida sehri olam asta-asta barliqqa kelib kamolatga yetgan. Natijada bu olam isbotlashga va boshqa yo'l bilan cheqilg'ila bo'lmaydigan sir bilan kishilarning diqqatini qattiq ram qilib kelgan. G'arb allarida dal aksicha ulardagi ilohlar talay tarixiy, diniy islohotlar natijasida real insoniy sifatga kirishga boshlagan. isbotlashni yaxshi ko'radigan g'arb allari diniy kamolat nuqtasida turgan nurg'un masalalarni fanniy dalillar orqali qaytadan sharhlab, o'zlarining turmushiga qulay nurg'un vositalarga erishdi. Sharqdagi ilohlar bandalarning chaqchiqini ko'tarmaydigan surlik alpozda yashab keldi.
G'arbdagi ilohlar bandalar chaqchaq qilsa ko'tiradigan ravishda yashab, bundaq chaqchaqlarni yaxshi ko'rib qolgan va bandalarning orasiga yuzlangan. Mana bu hal dunyoning ikki madaniyat qutbida o'xshamagan huquq formasini shakllantirdi. Sharqda huquq chiqilg'ili bo'lmaydigan mutlaq narsa. U ma'lum bir kishiga mutlaq holda mansub bo'ladiki, avamning taqdiri mazkur huquq egasining bir qitimliq tushi yoki xiyoli bilan zich munosabatlik. Nurg'un munajjimlar va oqillar ana shu tushning muloyim qurbonlari. Demak, Sharq sultonlari Xudoning birligiga bo'lgan ijtimoiy taqlidning mahsulidan iborat. Ko'p hollarda huquqdorlarning jamiyati tarafidan to'liq monopol qilinib, avlodma-avlod miros bo'lib kelgan. G'arbda huquq bara-bara tarqaqlashib, huquqlarni nazorat qiladigan ko'p qutbli qurilma borliqqa kelgan. Bu dal parlamentning o'zi edi. Bir millat yoki bir rayonning ijtimoiy tuzilmasining xarakteri shu millat yoki shu rayonning diniy e'tiqod qatlamidagi ruhiy omilining tabiat bilan bo'lgan munosabat shakliga tortadi. Tabiatga parhez xarakterlik munosabatda bo'lgan din ko'proq estetik va mistetik mazmunni kamolatga yetkazadi. Tabiatga istiloh xarakterlik munosabatda bo'lgan din idrokiy ravishda sanoatni rivojlantirdi. Demak, aslidagi diniy e'tiqod keyingi jamiyat xarakterining xemir turichi. Ikkinchi, bizmi Sharq dunyosidagi diniy kayfiyatga intayin boy millatlarning birisi bo'lish sifatimiz bilan turli ijtimoiy va madaniy qatlamga ega. Shunga davlat va huquq qarashi allaburunla barliqqa kelgan va zamonga yarasha ahamiyatli mazmunlarda o'zgarib kelgan. Huquq oshkora yoki yoshirun amaliy kuchning joriy bo'lishidagi markaziy sabab degan qarash faylasuflarimiz va adiblarimizning kitoblaridan muvofiq sharhi yoki ifoda topgan edi. Ammo huquq qarashimiz bugungi kunlarda to'limi puchak, tetqisiz, chakana mazmunlarni o'ziga singdirishga boshladi. Ko'p hollarda huquq kishilarning tuturuqsiz shon-sharaf ehtiyoji, paravan xususiy turmush ehtiyojining vositasiga aylanib qoldi. Huquq aslida o'tkinchi burch va mas'uliyat bo'lsa-mu, kishilik turmushning ishrat xumori go'yo uni mangulik boqimanda sifatida ko'rsatdi. Uningga erishganlar g'adoydi, erishmaganlar tizlandi. Tabiiy va ijtimoiy qonuniyat prinsipi bo'yicha aytganda, huquq kuchlik mas'uliyat, to'g'ri g'oya va mustaqil irodaning mahsuli bo'lishi kerak edi. Afsuski, hozir u tizlanib yolvorishning, ehtiyot bilan bosib marashning, insoniy fazilat jihatdagi barbod bo'lishning mahsulotiga aylandi. Ma'lumki, huquq boshqalardan tilab oladigan narsa emas, balki tarixiy muqarrarlik kuchi bilan yoritadigan narsa. Mening bir ustozim bundaq bir hikoyani aytib bergan edi. Biz xeli boy oilalardan edik. Ayni vaqtda kichik bo'lsam-mu, ba'zi ishlar esimdan zodi chiqib ketmaydi. Ailemizda bir qancha chakar bo'ladi. Ularning ba'zisi boshqa chakarlar kirishga jur'at qila olmaydigan ishkiri uylarning xizmatini qiladi. Ba'zisi o'ylaramlarning ishlarini qiladi. Ba'zi vaqtlarda hojatmand qo'shnilar tuz, yip-yingna qatorliq ushaq-tushak narsalarni so'rab kiradi. Uy xizmatchilari odamgarchilikka elib, ashundaq kichik narsalarni ba'zi vaqtlarda o'z oldiga berib etadi. Buni oila aram xizmatchilari ko'rib qilib, dadamga yoki onamga chiqishtiradi. Ular ba'zida bo'pti desimi, ba'zida ochiqlanib qoladi-da, chiqishtirgan oila xizmatchisining to'pisi uchun uni uy xizmatkorligiga almashtiradi. Aslidagi uy xizmatchisi uning o'rniga oila aramning ishlarini qiladi. Bu bir oddiy vaqa, deydi o'qituvchim xulosa chiqarib.
Shundaq bolsa-mı, hazırgacha esimde turibdi. Oylab baxsam, u jamiyatimizdagi huquq munosabatini süzük aynakda ko'rsatib bera oladi ekan. Mayli uy ishlari bo'lamdi, mayli oila ishi bo'lamdi, hammasini baribir chakarlar qiladi. Gerçi oila chakari uy chakirini cheqishtirish badaliga uning o'rnini egallab olgan bo'lsa-mu, yanala chakarliq taqdirida o'zgarish bo'lmadi. Demak, qul o'zining peshonasidagi qulluq tamg'isini yuyib etmay yoki so'yib elib etmay turib, ikkinchi birsining o'rnini egallasa, u o'xshashla qul bo'lib turaveradi. 3. Haqiqiy huquq uni o'z kuchi bilan yarata oladigan hamda o'zi ishlata oladigan odamga mansub. Bo'lmasa, sening qo'lingdagi narsa huquqning o'zi bo'lmay, huquqning jilvasi yoki soyisi bo'lib qoladi. Bugun ular yap bo'lay semiz degan e'tiqod bilan o'tadigan kishilarimiz haqiqatan oz emas. Bundaq aqida xalqimizga opet xarakterda yamrayotdi. Astoda maktab ko'rgan ba'zi kishilarimiz Xudoni tark etib, uzil-kesil materializmchi bo'layotdi. Keyin bilishimizcha, ular ruhga cho'qinib yurmisimu, odamlarga qarab namoz o'qiydi ekan. Bu ahvol mayli ziyoli, mayli kadr bo'lamdi, ishchi yoki dehqon bo'lamdi, hammasida bor. Dehqonlar unchalik qilib ketmisimu, ularning beshida o'zini Xizr yoki qibla ko'rsatadigan maxsus odam bor bo'lg'ashqa majbur bo'lgan. Qandaqla bo'lmasin, hukmronning zolimligi yanala avomning qo'lchiligidan kelgan. Qo'lchilik nodonlik bilan qo'sh kelsak. Zamonlarning o'tishi, kishilarning ta'zim, rahmat baja qilib etishi bilan nurg'un huquqdorlarimiz bosma quduqqa o'xshab qoldi. Ulardan suv chiqarish uchun avval 1-2 qapoq suv to'kmasak bo'lmaydi. Tamam. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2026 iyun janvad unga ilinib tayyorlandi. Xayr xo'sh, amon bo'laylik.